Sartaroshlikka. Keling, marhamat, o'tiring. Hop, Turg'unpo'latov Shahboz Zafarjon o'g'li 1999-yilda tug'ilgan, Namangan viloyati Pop tumanida Pop transport va aloqa kollejini bitirganlar. Mutaxassisligi bo'yicha temir yo'l vositalaridan foydalanish, texnik xizmat ko'rsatish. Hop. Oldin ishlaganmisiz Peshda? Saytda bo'lib ishlagan ekan. Savollarim bor unda sizga. Oilalilar, 2 nafar farzandlari bor. Xush kelibsiz. Ko'rganimizda xursandmiz. Birinchi savolimiz, qachon eshitdingiz bu yerga? Kim orqali, qayerdan eshitdingiz, qayerdan xabar topdingiz? Xabar topganim uydagilarim ishlashadi. Bu yerda? Onamlar ishlashadi. Shunaqa bo'sh ish o'rinlari bor ekan, suhbat asosida ishga qabul qilishar ekan. Shunga mart oyida yozdirib ketgandim. Keyin shu eshitib qoldim, shu birinchi kunga suhbat bo'lar ekan deb. Shunga keldim. Qaysi lavozimga, qayerga kelayotganingizga xabaringiz bor? Xabarim bor. Hop, sartaroshlikka. Oldin sartaroshlik bilan shug'ullanganmisiz? Endi imенно u soha bo'yicha menda diplom yo'q, lekin men shug'ullanganman sartaroshlik bilan. Necha yil davomida? 1,5 yil. Qayerda? Shu o'zimizda nimada sartaroshxonada shogird bo'lib yurganman. Endi o'zimizda qishloq. Yani hunar, bu erkak kishiga bir hunar ozganda har sohadan nima ko'rganmiz. Tushuncha bor, uncha. Yaqinlaringiz bu yerda ishlagan, demak, sal bo'lsa ham bu yerda, o'zingiz ham bu yerda ishlagansiz. Nimaga ketgansiz? Endi gapni ochig'ini aytganda, u oilaviy sharoit taqozo qilgan. Ya'ni pul qonunmasi. Bizda oldin faqat onamlar ishlaganlar. Men ham ishlaganman, endi u pulga qoniqmaganman to'g'risi. Chet elga chiqib ishlab, Xudoga shukr. Rossiyaga ketdingiz, Rossiyaga? Necha yil? 2020-yil 18-yil ishga kirganman. 1 yil 3 oy ishlaganman. Rossiyada 5 yil ishlab, hamma joyda qilib, bitirib, endi mana chaqa chiqmayotgan bo'lib, shuncha endi bir ishga kirib, oxirigacha ishlamoqchiman. Savollar buyuring. Boshqa hunarlar ham bor. Boshqa hunarlar, xo'p, santexnik, svarchik, elektrik, kafelchik, podключ remont. Bu shuncha kasbingiz bor ekan, hozir yarim stavka sartaroshlikka kelib, hamma yog'ini aniq qilib qo'ymaysizmi? Buzib qo'ymaysizmi? Ertaga keladigan joylarni? Yo'q, men shunday eshitdimki, u grafika asosida yarim stavkaniki misol uchun, xo'p, bir haftada 3 kun ish, 4 kundan bo'ldi, shunaqa bo'lishi mumkin deyishdida. Yarim stavkaniki endi bir oyda 24 kun ish kuni bo'lsa, 24 kun ishlashga menda sharoit yo'q, to'g'risi. Ishdan tashqari qo'shimcha ish bo'ladi. Bizda bunaqa masala emas. Men 4 soat deyman. Da, bir kunlikda 4 soat. Misol uchun ertalab 8 dan abidgacha bo'ladi. Abidga boshqa ishimni qilishim. Chunki hammasi hammomga har xil kunlar kiradi-yu. Hamma bo'lib har xil kun kiradi. Da, o'sha kunlarida kelib soch soqolni olib, to'g'rilab shug'ullanish kerak edi. Beringlar savollaringiz bo'lsa. Fotima opa, bering savolni. Uyda ishlagan. Biz qo'shimcha ish bilan shug'ullanasizmi? Mahallaga ishlarni. Stajyerni shug'ullanib Qo'llarni biladi, bittagilarni. Qanaqaligini, hammasini tushuncha bor. Bo'ron ko'p taniydi meni. Bu ishga qaytishingizga eng katta turtki bo'layotgan sabab ayting menga. Xo'p, turtki bo'layotgan eng katta sabab ayting. Nima sababdan bu yerga kelishga, yarim stavkaga ham kelishga rozi bo'lyapsiz? Ustachilik sezonli ish. Bahordan kuzgacha. Qish kunida baribir qishloqda kamroq ish bo'ladi, bekorchilik. Bekor vaqtimni o'tkazmaydi. Qish kunida mana davlat ishini ham teng olib bormoqchiman. Hammasi aylanib yurgan mablag'ga taqaladi. Qish kunida birov bir so'm bermaydi, to'g'risi. Davlat ishida ishlansa, stabilniy oylik bo'ladi.
Tizim haqida ma'lumot berganmisiz? Qanday tizim? Tashkilot qaysi tizimga kiryapti? Bu tizim nimalar bilan shug'ullanadi? Yo'q, men davlat nimalariga oxirgi 5 yil ichida qiziqmay qo'yganman. Nima tizimlariga, to'g'risi eshitganim yo'q-da. Uyda ham ovqat ustida gaplashmaysizlar, masalan. Bu Ovqat ustida ya'ni misol uydagi uchun muammolarni deyapman. gaplashamiz. Ya'ni misol uchun aytyapman-da, misol uchun aytyapman. Ishda gaplashiladi. Ne tasavvurga kelmassiz qaysi tashkilot haqidaligi? Savollar bormi? Yo'q. Nodir aka, bo'lmasa xabarlarni berasiz. Xo'p, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p.